ko'z tegishi. Ko'pchilik so'radi, chaqaloqlarimizga, farzandlarimizga ko'z tegadi. Bu bor narsami o'zi deb. Bu bor narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Buxoriy rivoyat qilgan. Al-aynu haq deganlar. Ya'ni ko'z tegishi haqdir deganlar. Xo'p, endi nima qilishimiz kerak? Bolalarimizga ko'z tegsa, kechalar injiqlik qilsa, ko'zmunchoq taqishimiz kerakmi yoki kinachiga borishimiz kerakmi? Nima qilishimiz kerak? Nima qilishimiz kerakligini ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nabiralari bor edi, Hasan va Husayn degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nabiralariga shu duoni qilardilar. Va aytganlarki, Ismoil va Ishoqqa otalari ham shunday duo qilardi deganlar. Ya'ni Ibrohim alayhisalom ham xuddi shu duoni qilardilar. Biz ham farzandimizga shu duoni qilsak, har kun o'qisak, inshaalloh hech qanaqa ko'z ham tegmaydi, Allohning hifzida, himoyasida bo'lishadi farzandlarimiz. Duo. A'udhu bi kalimatillah